Xo'sh, biz hozir uchburchak qoidasi bo'yicha sinuslar teoremasini o'rganamiz. Sinuslar teoremasi a taqsim sinus alfa, b taqsim sinus beta va c taqsim sinus gamma. Quyidagi ko'rinishda biz buni isbotlashga harakat qilamiz. Buning uchun tomonlarni belgilab olamiz. Misol uchun bu tarafni misol uchun alfa desam, burchakni buni tomonni esa beta desam, bu tomonni gamma desam, alfani to'g'ridan misol uchun a, bu yoqda b, bu yoqda c. Tomonni burchaklarini belgilab oldik. Endi o'sha qoidalarni qo'llashimiz uchun men bitta balandlik tushiraman. Balandlik to'g'ri burchak ostida tushadi. Misol uchun a bo'lsa, mana bu h deb nuqtani belgilab olamiz. Endi a, h, b uchburchak uchun a, h, b uchburchak uchun sinus beta nimaga teng? Sinus beta. Sinus beta degani hozirgi qo'llayotgan qoidamiz faqat to'g'ri burchakli uchburchak uchun qo'llanadi. To'g'ri burchak uchburchak emas-ku degan savol bo'lishi mumkin. Mana bu joyda balandlik tushirganimizda a, h, b mana bu uchburchagimiz to'g'ri burchakli uchburchak. Shuning uchun men sinus betani qarshi katetda gipotenuzaga nisbat deb olaman. Xo'p, qarshi katet qaysi biri? Xo'p, sinus betani olayotgan bo'lsam, sinus beta xo'sh sinus beta ah sinus beta ah taqsim c. Ah taqsim c. Xo'p, tekshirib o'tamiz. Sinus beta ah taqsim c. Gipotenuza bu nima degan? Gipotenuza eng katta tomon, ya'ni eng katta tomon. Burchagimiz 90 gradus, eng katta tomon, eng katta burchak qarshisida turadi. Ah taqsim c. Ya'ni qarshidagi katetni yopishgan qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbat. Ana shu yerda ah ni topadigan bo'lsam, c ko'paytirilgan sinus beta hosil bo'ladi. Keyingisi ah c uchburchak. Ah c uchburchak uchun hozirgi qoidani qo'llaymiz. Ya'ni sinus gamma nimaga teng? Hop, sinus gamma. Xo'sh. Sinus gamma teng. Hop, qarshi katetni gipotenuzaga nisbat qarshi katet ah taqsim b. Mana bu yerda ah topsam nima hosil bo'ladi? Ah degani b ko'paytirilgan sinus gamma. Endi ikkalasini tenglashtirib yuboradigan bo'lsam, ikkala tomonni tenglashtiramiz, chunki ah bir-biriga teng. C ko'paytirilgan sinus beta teng C ko'paytirilgan sinus gamma. Endi C ko'paytirilgan sinus mana beta. Sinus beta mana b ko'paytirilgan sinus gamma. Endi xatma-xat bo'ladigan bo'lsa, b taqsim sinus beta taqsim sinus beta teng c taqsim sinus gamma formulasi hisoblanadi. Xo'p, agar mana bu yerda bizda a taqsim sinus alfani topmoqchi bo'lsak, biz mana balandlikni o'chirib bu tomonga balandlik tushiramiz. Bu tomonga balandlik tushirganimizda mana shu qoidalar qo'llasak, mana shu formula hisoblanadi. Hozir biz mana buni isbotladik. Mana shu ham teng a taqsim sinus alfaga va formula to'liq hisoblanadi.